şok. Uyucudan tadbirdan qaytalmayapmiz. Mashinani onasiga Hop, qochib turgin tushamiz. Uychi tumanida kutilmagan holat. Elmurod Haqnazarov Namangan viloyati Uychi tumaniga xizmat safari bilan borib qaytish chog'ida odamlar tomonidan o'rab olindi. Odamlar Elmurod Haqnazarovning mashinasini qurshab olib, uni bir qadam ham yurgizishmadi. Mashina oynalariga telefonlarini urib, u bilan rasmga tushishini talab qilishdi. Hatto mashinaga zarar yetishi mumkin bo'lgan holat yuzaga keldi. Natijada Elmurod Haqnazarov soatlab o'sha joyda qolib ketdi. Vaziyat faqatgina davlat xizmatlari xodimlari aralashuvi bilan hal bo'ldi. Bu mashhurlikmi yoki tartibsizlik? Siz bu holatga qanday baho berasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosishni unutmang. Albatta obuna bo'ling. O'rtoqlar, shok. Uyuchidan tadbirdan qaytalmayapmiz. mashinani onasiga Hop, qochib turgin tushamiz. Qochib turinglar. Eshikni qayerib yopib turinglar. eshikni yopib turgin, to'xtaymiz. Sinadi eshik. Och, eshikni yopgin. Qani, voy voy. Endi ular uni da o'ylab nima bo'lyapti? Ketdi. Yurg'izmayapti. Shuyoga. Esmoga qarang odamlar.